zararsiz deb ko'p miqdorda klientlarga sotardik. Bu pechka ham qo'lni kuydirar ekan. Shu qo'llari ancha ishib ketib, o'shanda jarrohlik amaliyoti bilan o'sha qo'lda ancha mana shunday elektr yog'li pechkalarni bolalar uchun mutlaqo zararsiz deb juda ham ko'p mijozlarga sotib yurardim. Toki hayotimda bitta muhim bir narsa ro'y bermaguncha, hozir shuni aytib beraman. 2024-yilda qish faslida edi. Mana shu turdagi yog'li pechkalarni bolalarga mutlaqo zararsiz deb ko'p miqdorda klientlarga sotardik. Bilasiz, bu pechkaga juda ham ko'plab oilalarda bor. O'zimizning uyimizda отопление bo'lganligi uchun bu pechkalarni ishlatishga hojat bo'lmagan. Lekin qish faslida anomal sovuq, bilasiz, bir yil juda ham qattiq qish keldi. Hatto отопленияlarda ham kuchi yetmadi. O'sha vaqtda shu pechkani qo'shimcha ravishda biz ishlatib ko'rdik. Aniqrog'i, uyda kichkina bir yoshga ham to'lmagan Abdulloh ismli farzandim bor. Endi yurishni boshlagan vaqtlar edi. Men ishda bo'lganman. Onasi shu boshqa uy yumushlari bilan oshxonada bo'lgan. U uyquda bo'lgan. Uyqudan turib kelganda mana shu pechka ustiga yiqilib tushgan, pechka bilan qo'shilib ustiga yotib qolgan. O'sha yotgan holatda men qo'li bilan ikkalasi ustini ancha qolib ketgan, pechkaning ustida. Ancha qolib ketgandan keyin bu pechka ham qo'lni kuydirar ekan. Shu qo'llari ancha ishib ketib, o'shanda jarrohlik amaliyoti bilan o'sha qo'lda ancha ishlar olib borilgandi. O'sha vaqtda tushungan edim, ha, bu menga bekorga kelmadi. Demak, sotayotgan mahsulotimda to'liq tushunib, keyin tavsiya qilishim kerakligini o'sha darsni o'sha vaqtda olganman.